Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Siz bilan o'qituvchingiz Usmonova Nodira Bahodirovna. Bugun biz siz bilan 4-sinf ona tili darsining chiqish kelishiga mavzusini o'rganamiz. Kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Oldinda yanada qiziqarli darslar bor. Ekrandagi qorbobolarimiz bolajonlarga sovg'a olib borishga shoshmoqdalar. Qorbobolarimiz qaysi kelishikka mansub ekanligini o'qing va ularning qopini topishga yordam bering. Bugun biz siz bilan 6-kelishik chiqish kelishiga haqida gaplashamiz. Chiqish kelishigidagi otlar kimdan, nimadan, qayerdan so'roqlariga javob bo'ladi. Chiqish kelishigining qo'shimchasi dan. Chiqish kelishigidagi ot gapda fe'l so'z turkumiga bog'lanadi. Masalan, kitobdan o'qidi, do'stidan eshitdi, ustozidan o'rgandi yoki bobosinikidan keldi va hokazo. Nargiza ustozining gapidan qattiq ta'sirlandi. Ushbu gapimizda gapidan so'zida chiqish kelishigining qo'shimchasi dan qo'llanilgan. Nimadan ta'sirlandi? Gapidan ta'sirlandi. Ana ko'rdingizmi? Chiqish kelishigidagi ot fe'lga bog'lanmoqda. O'z navbatida chiqish kelishigidagi ot gapda 2-darajali bo'lak vazifasini ham bajaradi. Shu sababli uning tagiga to'lqinli chiziq chizamiz. O'rgangan bilimlaringiz asosida quyidagi qoidani tushunib yod oling. Chiqish kelishigidagi otlar kimdan, nimadan, qayerdan so'roqlarga javob bo'ladi. Chiqish kelishiga qo'shimchasi otni fe'l so'z turkumidagi so'zga bog'laydi. 60-mashq. Maqollarni o'qing, so'roqlar yordamida chiqish kelishigidagi otlarni topib, o'zi bog'langan so'z bilan birga ko'chiring. 1-maqol. Qo'lingdan kelsa, qo'lingdan ber. Qo'lingdan kelmasa, yo'lingdan ber. Aziz o'quvchilar, inson imkoniyatidan kelib chiqib boshqalarga yordam berishi mumkin. Moddiy yordam bera olmasa ham mehribonlik, hurmat, chiroyli muomala yoki maslahat orqali ham yaxshilik qilishi mumkin. Mana shu maqol har qanday sharoitda yaxshilik qilishimizga undamoqda. Ushbu maqolda qo'lingdan, yo'lingdan so'zlarida chiqish kelishigining qo'shimchasi bor. Endi ularni qaysi so'zga bog'langanligini topamiz. Qo'lingdan kelsa, qo'lingdan ber, qo'lingdan kelmasa, demak so'nggisi yo'lingdan ber. Demak har bir so'z yonidagi fe'lga bog'lanib kelgan. Bekorchidan el bezor, so'zidan ko'ngil ozar. Darhaqiqat, bekorchilik insonni yomon odatlarga chorlaydi. Mehnat qilgan, ish bilan band inson foydali hisoblansa, bekorchi odam zarar keltirishi, odamlar orasida norozi kayfiyat tug'dirishi mumkin. Shuning uchun har kim mehnat bilan shug'ullanishi, vaqtini behuda o'tkazmasligi kerak. Ushbu maqolamizdagi chiqish kelishigidagi otlar bekorchidan va so'zidan. Bekorchidan so'zi bezor so'ziga bog'lanib kelmoqda. Bekorchidan bezor. Chiqish kelishigining qo'shimchasini olgan so'zidan esa ozar so'ziga bog'lanib kelmoqda. So'zidan ozar. Haqiqat oltindan qimmat. To'g'ri so'zlik, halollik va haqiqatning qiymati har qanday boylikdan ustun. Insonning to'g'ri so'zligi uni ulug'laydi. Boylik esa vaqtincha bo'lishi mumkin. Haqiqat esa doimo eng oliy fazilat hisoblanadi. Berilgan maqolda chiqish kelishigidagi ot bu oltindan. Oltindan so'zi qimmat so'ziga bog'lanib kelmoqda. Oltindan qimmat. Gapdan gap chiqar, cho'pdan xas. O'ylab, mantiq bilan fikr yuritish bilimning asosidir. Har qanday ma'lumotdan xulosa chiqarishni, tahlil qila olishni bilgan inson donishmand hisoblanadi. Endi berilgan maqolamizdagi chiqish kelishigidagi otlarni aniqlaymiz. Bular gapdan va cho'pdan so'zlaridir.
Gapdan so'zi chiqar fe'liga bog'lanib kelmoqda. Gapdan chiqar. Cho'pdan so'zi ham chiqar so'ziga bog'lanib kelmoqda. Cho'pdan chiqar. Hisobdan adashsang ham do'stdan adashma. Demak, hisob-kitob xatosini to'g'rilashimiz oson. Ammo do'stlikdagi xatolar ayrim holatlarda qaytarib bo'lmaydigan zarar yetkazishi mumkin. Shuning uchun inson eng avvalo kim bilan do'stlashayotganini, kimga ishonayotganini yaxshi bilishi lozim. Berilgan maqolamizda hisobdan va do'stdan so'zlari chiqish kelishigidagi otlardir. Hisobdan so'zi adashsang fe'liga, do'stdan so'zi esa adashma fe'liga bog'lanib kelmoqda. Hisobdan adashsang, do'stdan adashma. 60-mashqda berilgan maqollarning mazmun mohiyatini ham bilib oldingiz. Endi ona tili daftaringizga chiqish kelishigidagi otlarni o'zi bog'langan so'zlar bilan birgalikda husnixat asosida ko'chirib yozing. 61-mashq. O'qing, chiqish kelishigi so'roqlariga javob bo'lgan otlarni aniqlang. Avval aytilishi yozilishiga mos kelgan, so'ng aytilishi yozilishiga mos kelmaydigan chiqish kelishigidagi otlarni ko'chiring. Demak, birinchi she'rni o'rganamiz. Kamtarin bo'l, hatto bir qadam, o'tma g'urur ostonasidan. Piyolani inson shuning uchun o'par doim peshonasidan. Erkin Vohidov. Aziz o'quvchilar, ushbu she'rda ostonasidan, peshonasidan so'zlari chiqish kelishigining qo'shimchasini olgan otlardir. Ular nimadan so'rog'iga javob bo'ladi. Ikkinchi she'rimiz Anvar Obidjonning qalamiga mansub. Mendan sira qo'rqma hech, seni qamab qo'ymayman. Boqib senga erta kech, chiroyingdan to'ymayman. Ushbu she'rimizda chiqish kelishigining qo'shimchasini olgan otlar bular mendan hamda chiroyingdan so'zlaridir. Mendan kimdan? Chiroyingdan nimadan? Uchinchi she'rimiz Po'lat Mo'minning qalamiga mansub. Qaynab chiqqan dilimdan, aytay burro tilimdan. So'zing to'lsin ma'noga, hunarlidan, bilimdan. Mana shu she'rimizda chiqish kelishigini olgan otlar dilimdan, tilimdan, hunarlidan, bilimdan. Ularning barchasi nimadan so'rog'iga javob bo'ladi. Chiqish kelishigining qo'shimchasidan ba'zi so'zlarda tan tarzida eshitiladi, ammo doimo dan qo'shimchasi yoziladi. Ona tili daftaringizga 61-mashqdagi chiqish kelishigidagi otlarni ko'chirib yozing. 61-mashqni to'g'ri bajarganligingizni tekshirib oling. Xatosini top mashqini bajaramiz. Quyida 4 ta gap berilgan. Ular turli xil ko'rinishdagi xatoliklarga ega. Mana shu xatoliklarni qidirib topishga harakat qiling. Birinchi gap: kitobdan kerakli ma'lumotlardan oldim. Bu yerda so'roq belgisi ham qo'yilgan. Qani aytingchi, ushbu gapda nechta xatoni topdingiz? Javob bering. Agar siz ma'lumotlardan bo'lmaydi, ma'lumotlarni, ya'ni ne qo'shimchasini qo'shamiz ustoz desangiz barakalla. Ikkinchi xatosi ham bor. Birinchi gapimiz so'roq gap emas, darak gap. Chunki u bizga ma'lumot beryapti. Kitobdan kerakli ma'lumotlarni oldim. So'roq belgisini o'rniga nuqtani qo'yamiz. Siz ham xuddi mana shu xatolarni topgan bo'lsangiz barakalla. Ikkinchi gap: ertaklar yaxshilikni yetaklar. Ushbu gapdagi xatolikni toping. Agarda siz ustoz yaxshilikni yetaklar bo'lmaydi, yaxshilikka yetaklar bo'ladi deb javob bergan bo'lsangiz barakalla. Bu yerda ni qo'shimchasi noo'rin qo'llanilgan. Chunki yaxshilikni emas, yaxshilikka yetaklar bo'lishi kerak.
ya'ni jo'nalish kelishigining qo'shimchasi ka qo'shilib yozilishi kerak edi. Ertaklar yaxshilikka yetaklar. Uchinchi gap. Mashinaning manzilga yetdi va borar joyi aniq bo'ldi. Aytingchi bolajonlar, mana shu gapimizda nimadir o'xshamayapti? Qani, xatoni topa olasizmi? Uchinchi gapda berilgan mashinaning so'ziga diqqatimizni qaratamiz. Bu yerda mashina so'ziga hech qanday qo'shimcha qo'shilishi kerak emas edi. Mashina manzilga yetdi va borar joyi aniq bo'ldi deya gap tuzilishi kerak edi. Demak, mashinaning so'zidagi ning qo'shimchasi ortiqcha. To'rtinchi gap. Olamning g'amsiz o'tay desang, ilm va hunar o'rgan. To'rtinchi gapdagi xatolikni topishga harakat qiling. Olamning so'ziga diqqatimizni qaratamiz. Olamning so'zidagi ning qo'shimchasini o'rniga biz da qo'shimchasini qo'yib yozishimiz kerak edi. Olamda g'amsiz o'tay desang, ilm va hunar o'rgan. Bu yerda qaratqich kelishigining o'rniga o'rinpayt kelishigining qo'shimchasini qo'shish kerak edi. Berilgan gaplarda xatoliklarni to'g'ri topgan bo'lsangiz, barakalla, bilimingizga tasanno deyman. Endi ona tili daftaringizga mana shu gaplarni xatosiz, to'g'ri ko'rinishda yozing. Bugungi uyga vazifa 62-mashq. Berilgan yozdi, keldi, ketdi, foydalandi, o'qidi fe'llariga chiqish kelishigidagi mos otlarni qo'llab so'z birikmalari tuzing va daftaringizga yozing. 62-mashqda taxminan quyidagicha so'z birikmalarini tuzib yozish mumkin. Durdonanikidan keldi, maktabdan keldi, mehmondan keldi, majlisdan keldi. Endi yozdi fe'liga kitobdan yozdi, jurnaldan yozdi, doskadan yozdi, internetdan yozdi deb so'z birikmalarini tuzish mumkin. Ketdi fe'liga darsdan ketdi, maktabdan ketdi, ishdan ketdi, shahardan ketdi deb yozish mumkin edi. Endi foydalandi fe'liga so'z birikmalarini tuzamiz. Internetdan foydalandi, rasmdan foydalandi, kitobdan foydalandi, kompyuterdan foydalandi. O'qidi fe'liga esa kitobdan o'qidi, matndan o'qidi, daftardan o'qidi, gazetadan o'qidi deb so'z birikmalarini tuzib yozish mumkin. Siz ham bir-biriga o'xshamagan so'z birikmalarini tuzib yozishga harakat qiling. Hurmatli o'quvchilar, bugun biz siz bilan chiqish kelishiga haqida gaplashdik. Chiqish kelishigidagi ot gaplarda fe'l so'z turkumiga bog'lanadi hamda ikkinchi darajali bo'lak vazifasini bajaradi. Chiqish kelishigidagi otlarni so'roqlar yordamida aniqlaymiz. Demak, mana shu bilimlaringizni doimo yodingizda tuting. Siz bilan esa kelgusi darslarda ko'rishamiz.